Bu Word'ninki yangi bätküç şekli. Adetde her qanday bir yumşaq detal yoki app 3 xil qismdan tuzildi. İnsan o'xshash. Bosh, badan, putga o'xshaydi. Masalan, biz ustini bosh desak, xat yozilgan mazmun yozilganni badan desak, bu ostini put desak bo'ldi, footer. Hamda biz birin-biri so'zlab o'tamiz. Bu so'zlashdan burun bir narsani ozroq samimlashib qo'ysam, men hozir Mac System ishlatyapman. Agar siz Windows ishlatayotgan bo'lsangiz, ba'zi bir farqlarni, men so'zlayotgan ba'zi bir farqlarni ko'rishingiz mumkin. Masalan, men faylni so'zlamoqchi bo'lsam, hujjatni. Bu fayl Mac'da ustida bor. Masalan, yangi bätküç ochmoqchi, saqlamoqchi, template qilib shakl saqlamoqchi degandek. Ammo Windowsda u home'ning indi bor, sol tarafida bor. Asosan o'xshamaydi bu sistemimizning linelish jihatdan, ya'ni Mac bilan Windowsning raqobat sababidan bular qasdanga ba'zan o'xshash bo'lib qolmasin deb ozroq o'zgartirish kirib qo'ygan, moyatda o'xshash. Shunga atrofdan qana jiqilqa ezib ketmasa, jiq farqi yo'q. Moyatda o'xshash. Hamda masalan, eng ustidagi bu ko'k, taxtini ko'ringlar, buni Quick Access Toolbar deydi. Bu degan nima desak, tez kira oladigan jabdoq taxtasi degan gap. Ya'ni biz davomli ishlatadigan odatda Word yozgan chaqda ba'zi bir jabdoqlarni biz ko'zga chelqib turadigan, izlab topolmay qolmaylik deb ko'zga chelqib turadigan yerga mushalarga kirgizib qo'ysak bo'ldi. Masalan, buningda auto save deydi, avtomatik saqlaydigan. Shunaqa, undan keyin home, boshbat. Bu boshbat degani biz Wordni ochgandagi dastlabki boshbat. Mouse save, saqlash. Biz bir narsa yozib davomli masalan save'ni, faylni besib, undan keyin save'niz degandan saqlashni. Ko'zimizga chilqib turganlar qanday, save'ni, saqlashni bassaqlam bo'ldi. Bu taxta, ya'ni jabdoq taxtasi, shu maqsadda laylangan. Buni hamda miyada 3 tal chekit bor. Mac ishlatayotgan bo'lsangiz, lekin Windows ishlatayotgan bo'lsangiz-chi, miyada menda o'qiya tuyan qartilgan stilka bo'lishi mumkin. O'xshashmaydi. Buni bassaq, buni biz qanda customize, ya'ni o'zimiz o'zgartira olamiz. Biz buningda masalan sol tarafda birinchisi auto save, avtomatik saqlash, ma'noda avtomatik saqlash, mushularning hammasi qanda tanlab qo'yganlik, home, save, nimani tanlagan bo'lsak, mush ko'rindi. Masalan, men table bundaq bir jadval chizmoqchi bo'lsam, buni har bir qitim jadvalnikni izlab yurgandan, masalan, men tanlab qo'ysam, mana bu yerda ko'rindi. Buni qanday qilaman desak, bir chekib buni qanday jadvalning ichiga olaman. Demakchi, har qitimda bu masalan layoutning ichida bu jadval. Asl draw table asl men deydi. Men har qitim layoutni berib table, ya'ni jadval chizma degandan musha kirgizib qo'ysamlar, agar men davomli jadval chizadigan ishim bo'lib qolsa, shu jabdoq taxtasiga kirgizib qo'yma. Laylanning sababi shu. Endi buni masalan ba'zi ishlatmaydiganni, masalan hozir jadval chizishni tanlab qo'ydim-ku, yana bir tanlasak, bu yo'q bo'ladi. Buning nurg'un iqtidorlari bor. Endi bu yerda more commands, texnik ko'p buyruqlar. Buni tanlasak, buning biz Quick Access Bar'ninki texmi ko'p iqtidorlarni qo'sha olamiz, elib olamiz. Mana qarsak, ma'noning hammasi, mana bu yerga qarsanglar, popular commands deydi. Bu gapning ma'nosi ko'p ishlatiladigan buyruqlar. Masalan, o'chirib o'tish, hujjat chizish, men keyin tafsiliy so'zlaymiz. Mushularning hammasi qanday? Word bizga kishilar eng ko'p ishlatadigan buyruqlar. Siz mushaga agar ehtiyojingiz bo'lsa, shu jabdoq taxtasiga kirgiza olasiz, qo'shib qo'ysangiz bo'ldi deb bizga tanlab bergan. Masalan, qaytalash, ma'lum bir narsani yozib bergandan qaytalash degandek. Bu printerni agar besib chiqarmoqchi bo'lsak qanda, shu jabdoq taxtasiga ham kirgizib qo'ysak, masalan, printni sol tarafga
Master'lı görünümü. Bassak print kirdi. Save'ni basımız. Mana printer'ның resim çıkıdı. Eğer bunu ücretmekçi olsak kanda print'ni mana miyet çıkısı var. Ribbon Quick Access Toolbar. Ben bu ribbon'ni birden turib so'zlayman. Print'ni qanda sol tarafga chiqarib et. Mana bassak bunu chiqarib etadi, ondan keyin save. Yo'qolib ketadi. Biz buningdan tanlaganda middle qanda print'ni tanlab yoki yo'qitib etsak bo'laverdi. Uningdan boshqa, masalan, texim ko'p buyruq. Bu eng ommabop, eng ko'p ishlatadigan buyruqlar. Uningdan boshqa butun bu yerdan qo'llanishchan o'zimizning ehtiyojiga asosan tanlay olamiz. Masalan, all commands, bütün buyruqlarni tanlasak buning bütün buyruqlari intayin ko'p. Hammasi shu Wordning yuzidagi hamma buyruqlar yoki jabduqlarni biz mishaga kirgiza olamiz. O'zimizningki ishlatish ehtiyojiga asosan. Bu faqat siz bu jabduq taxtasiga ishlatishni o'rganib olsangizlar bo'ldi, qanday ishlatishni. Buni jabduq taxtasi deydi, ustidagini.